Hurmatli obunachilar, mana kechagi kuni YouTube kanalimizga kelgan mana shu qo'shqo'llarimizdan soliqlarimizni chiqardik. Mana sotilgan qo'ylarni dastavka berilyapti, ketyapti egalarining o'zlariga mana. Nechtasi ketyapti? Qat'atga ketyapti endi bular. 30 ta ketyapti. 30 bosh, ha? 30 ta Angren bilan Samarqandga. Angren bilan Samarqandga 30 bosh ketyapti. Sariqlar ana 12 ta edi bu sariqlar. Bitta odamga sotildi Samarqandlikda hojagamizga. Sariqlar bir kishiga ketdi. Nech puldan ketdi bular? 5,5 million. 5 million 600 dan chiqdi-da? Ha, 100 mingdan o'tib berdik. Aytgan narximizga sotmaymiz, deb doim o'tib berganmiz. 5 million 600 ming so'mdan akalar bitta qo'yildi qo'ylar. 5,5 milliondan akalar baraka bo'ldi. Bularcha qoralar. Qora soliqlar 4 million 800 mingdan chiqardi Elvi. 8 tasini 5 milliondan berdik. 8 tasini tanlab olishdi endi. Mana 8 ta yaxshisini 200 mingdan qo'shib 5 milliondan berdik. Qolgan maydalari turibdi endi. Ularni telefon qilishaveradi. Hurmatli obunachilar, telefon orqali aloqaga chiqib kelaverasizlar. Kimga toza qonli qo'ylar kerak bo'lsa, ekranga nima qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.